Assalamu alaikum hurmatli tadbirkor fuqarolar. Sizlarмен кезектегі uchrashuvimizni o'tkazib o'tamiz Qo'ylilar rayonida. Bu uchrashuvni o'tkazgandagi maqsad sizga qo'shimcha kredit beru orqali birinchidan savdo aylanmangizni kengaytirib, ikkinchidan sol kredit orqali yangi жұмыс o'rinlarini yaratish maqsadida bizda bir qancha kredit turlari bor. Masalan, birinchi kredit turimiz 312 sonli kreditimiz bor Prezident qaroriga asosan. Bunda 100 millionga chiqqan kreditlar biz zalog beriladi. Bu muddat 7 yil muddatga 2 yillik imtiyozli davri bor. Protsentlarga keladigan bo'lsak, Qo'ylilar rayonimiz uchun bir korxonaning boshchisi yer odam bo'lsa 21%dan, ayol odam bo'lsa 19%dan kreditlar ajratiladi. Bundan tashqari bir ko'payib kerakli bo'lsangiz, o'sha arjag'at zalog bilan beriladi. Ya'ni masalan, sizning albatta ustunangiz 120 million turadigan bo'lsa, 100 million olmasa, o bez zalogdan ketib